datchikni o'rnatib bo'ldik. Aziz opa, qandli diabetni telefondan nazorat qiladigan shu CGM monitoring haqida to'liqroq tushuncha berib o'tsangiz. CGM monitor bu qandli diabeti bor kasallik uchun ishlab chiqarilgan yangi moslama hisoblanadi. U kun davomida qondagi qandni doimiy tarzda telefonga yuborib turadi. Apparat tayyor bo'ladi. Spirt bilan obработка qilinadi, keyin teriga o'rnatiladi. Buni ichida kichkinagina ninadan ingichka bo'lgan narsa bor va bu terini tagiga kirib turganligi sababli har daqiqada 14 kun davomida qondagi qandni sizni telefoningizga ko'rsatib turadi. Atigi 14 kun taqib ham qaysi payt qondagi qand oshyapti, qaysi payt tushayotganligini bilish mumkin. Masalan, xil meva yeganingizdan keyin qondagi qand qancha oshsa, balkim birorta sizga yoqmaydigan inson bilan gaplashayotganingizda ham qondagi qand shunaqa oshishi mumkin. Mana shu narsalarni o'rgatish uchun CGM monitori taqishni maslahat beraman. Hamma uchun eng qizig'i bu apparatning narxi qancha? Bu eng og'riqli savol. Eng arzoni hozirgi kunda dorixonada ko'rganlarim bu 600 mingdan, 550 mingdan boshlansa, eng qimmati $150 bor. Agar siz ham qondagi qand miqdorini nazorat qilishni xohlasangiz, Aziza Bahromovga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz.